2 xona, 3 xona qilingan 59 ga baraka qilsa bo'ladi. Chilonzor 19-kvartaldan. Endi planlarni tushuntiraman. Sanuzellar mana razdelniy qilingan. Bu yoq tarafda sanuzellar bo'ladi. Kiraverish ham shu yerda. Bu yoq tarafda bitta mana katta xona bor. Xohlasanglar zal, xohlasanglar spalni sifatida foydalansanglar bo'ladi. Kengina qilib qilingan. Bu yoqda mana asosiy xonasi, zal qismi bo'ladi. Oshxona o'zi bu yoq tarafda bo'lgan. Hozir bular oshxonani balkonga olib chiqib, hamma shunaqa qiladi. Oshxonani balkonga olib chiqib, bu yoqni ham yana bitta xona qilib qo'yishgan ekan. Hozir uy egalari borligi uchun kira olmadik. Remontlari ham mana ko'rib turganingizda yaxshi holatda. 50 kvadrat maydonga ega, eng zo'r tarafi birinchi etajda joylashgan. Bilasizlar, bozori chaqqon, tirikchiligi ham zo'r variant ekan. Agorodlari ham bor ekan. O'zlari archa ekib, ja chiroyli qilib qo'ygan ekanlar agorodlarini ham. Aniq lokatsiyasi va rasmlarini Telegram kanalimdan topsanglar bo'ladi. Qaranglar, xuddi shuni tepasidagi etajlar 64 mingga baraka bo'lgan ekan. Bular vaqtim yo'q kutib turishga, srochniy pul kerak deyotganlar uchun mana shunaqa narxga, arzon narxga beraverayotgan ekanlar. Shunaqa narxiga mos bo'lgan kvartira, uchastkalarni o'tkazib yubormaslik uchun obязательно meni kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga har kuni yangidan yangi videolarni chiqaramiz.